Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tanisobov Boybol tanlovining navbatdagi sondamiz va bizni bu galgi ko'rsatuvimizda ham 5 nafar zabardast mental arifmetika o'quvchilarimiz qatnashadi va biza agarda sizlar tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz. Bizda tanlovimizning ilk ishtirokchisi borlar. Marhamat, tanishib olamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, ism familiyangiz. Allohxolis Muhammad Rizo. Muhammad Rizo necha yoshdasiz? 6. 6 yoshda. Muhammad Rizo mental arifmetika bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanasiz? Necha oy bo'ldi shug'ullanayotganingizga yoki necha yil? 6 oy. 6 oy bo'ldi. Muhammad Rizo, bugungi tanlovga tayyormisiz? Ha. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatingiz qanaqa? Zo'rmi, yaxshimi? Zo'rmi? Ajoyib. Unday bo'lsa, biz tanlov boshlaymiz. Muhammad Rizo, tanlov shartlari bilan tanishtirib o'taman sizni. Sizda 15 ta bosqichda qatnashish imkoniyati bor. Har bir bosqichda bittadan misol berib boraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga pul mukofotlari demak topshiriladi. Faqatgina 5 va 10 bosqichlarda to'g'ri javob bersangiz, siz quymas pul summasiga ega bo'lasiz. Ungacha esa demak siz o'sha har bir bosqichda to'g'ri javob berib, muayyan pul summalarini yig'ib borishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Hurmatli kuzatuvchilar, eslatib o'tamiz, bizni ushbu ko'rsatuvimizni bosh hamkori MindSkills platformasi hisoblanadi. Aynan tanlovimizdagi qatnashuvchi bolajonlarimiz ushbu platforma orqali ishtirok etishmoqda. Siz ham darslaringizda MindSkillsdan foydalaning. Bizda birinchi bosqich bir xonali 5 ustunli misollar 1 sekund intervalda. Muhammad Rizo, ekran sizga ko'rinyapti, to'g'rimi? Yaxshi. Unday bo'lsa Muhammad Rizo, men sizga omad tilayman va birinchi bosqichni boshlaymiz. Marhamat. +7, +2. Javobimiz 8. 8 degan javobni qabul qilamiz. Muhammad Rizo, tabriklaymiz. Siz birinchi bosqichda to'g'ri javob berdingiz va sizda 5000 so'm pul mukofoti bor. Biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Muhammad Rizo, bizda ikkinchi bosqich bir xonali 7 ustunli misollar. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormisiz? Qani ketdik. Omad sizga. Bir. Muhammad Rizo ikkinchi bosqichdagi savolga javob 1 qabul qildi va tekshiraman. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi bosqichda ham to'g'ri javob bilan tabriklayman. Muhammad Rizo, sizda hozircha 10,000 so'm pul mukofoti bor. Uchinchi bosqichga o'tamiz. Muhammad Rizo 10 ustunli misollar. Tayyor bo'lsak, qani boshladik. Javobingiz 9. 9 degan javob. Muhammad Rizo qabul qildi va tekshirib ko'raman. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Muhammad Rizo, siz 3-bosqichda to'g'ri javob berganingiz bilan tabriklaymiz va sizda 15,000 so'm pul mukofoti bor. Tabriklaymiz. Xo'p, Muhammad Rizo, endi kichkina do'stlar mavzusiga o'tamiz. Bir xona 5 ustunli misollar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Qani 4-bosqich ketdik. Muhammad Rizo. Javob 3. 3 degan javob, to'g'rimi? Muhammad Rizo, qabul qilaman va tekshirib ko'ramiz. Muhammad Rizo, 4-bosqichdagi javobimiz javobi 5 ekan, lekin siz 3 degan javob berib qo'ydingiz. Hech qisi yo'q, Muhammad Rizo, kayfiyat tushirmaymiz. Demak, yanagi mavsumlarda yana qatnashasiz, xudo xolasa. Muhammad Rizo, qani bugungi tanlov so'ngida kimga rahmat aytmoqchisiz? Kimga salomlaringiz bor? Marhamat, yo'llashingiz mumkin. Kimga rahmat aytasiz? Ayamga. Ayangizga rahmat aytasiz hamda ustozingizga, to'g'rimi? Yaxshi. Muhammad Rizo, yana keyingi ko'rsatuvlarimizda ham qatnashasiz, to'g'rimi? Keyingi mavsumda. Ha. Ungacha yaxshi tayyorlanib olamiz, xo'p? Muhammad Rizo. Xo'p. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizni bu galgi ko'rsatuvimizning navbatdagi ishtirokchisi borlar. Marhamat, biz tanishamiz. O'zingizni tanishtiring. Ism, familiyangiz? Shavkat va Muslima. Shavkat va Muslima. Muslimaxon, qayerdansiz? Toshkent viloyati. Toshkent viloyatidan. Muslimaxon, necha yoshdasiz? 8. 8 yoshda. Ajoyib. Muslimaxon, men arifmetika bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanib kelmoqdasiz? 1 yil, to'g'rimi? Ajoyib. Muslimaxon, bugungi ko'rsatuvimizga tayyormisiz? Ha. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Zo'r, ajoyib. Men bugungi ko'rsatuvimiz oxirigacha aynan sizga zo'r kayfiyat tilab qolaman va tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Tanlovimizning shartlari bilan sizni ham biroz tanishtirib o'taman, maylimi?
Ha. Tanlovimizda 15 ta bosqich bor. Har bir bosqichda sizga bittadan misol beriladi. Har bir to'g'ri javobingiz uchun sizga muayyan pul mukofotlari berib boriladi. Men o'zim buni e'lon qilib boraman. 5 va 10 bosqichda to'g'ri javob bersangiz, sizda kuymas pul mukofotlari bo'ladi. Bundan tashqari 15 bosqichda to'g'ri javob bersangiz, siz tanlovimizning mutlaq g'olibiga aylanasiz. Tushunarli? Ha. Agar tanlov shartlari sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men birinchi bosqichni boshlayman. Maylimi? Yaxshi. Birinchi bosqich bir xonali 5 ustunli formulasiz 1 sekund intervalli misollar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Qani, Muslimaxon, sizga omad tilaymiz. Bizda birinchi bosqich. Ketdik. Pastda. Diqqat qilamiz. To'qqiz. Javobingiz necha? To'qqiz. 9. Tekshirib ko'ramiz. Muslimaxon, birinchi bosqichda to'g'ri javob berdingiz va biz sizni tabriklaymiz. Sizda 5000 so'm pul mukofoti bor. Hozircha ikkinchi bosqichga o'tamiz. Muslimaxon, davom etamizmi? Ha. Bir xonali 7 ustunli misollar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Qani ketdik. Javobingiz Bir. 1. To'g'rimi? Tekshirib ko'ramiz. Hı. Ikkinchi bosqichda ham to'g'ri javob berdingiz. Biz bu bilan tabriklaymiz sizni. Va sizda 10 ming so'm pul mukofoti bor. Muslimaxon, davom etamizmi? Ha. Bir xonali 10 ustunli misollar. Muslimaxon, agar tayyor bo'lsangiz, 3-bosqich boshladik. Qani ketdik. Javobingiz Ikki. necha? Ikki. 2, to'g'rimi? Ha. Qani tekshirib ko'ramiz. Ajoyib, barakalloh. 3-bosqichda ham to'g'ri javob berdingiz, Muslimaxon, va sizda hozircha 15 ming so'm pul mukofoti bor. Lekin quymas summaga hali bor yana. Ikkita bosqich bor. Kichik do'stlar mavzusi 5 ustunli misollar. Tayyormisiz? Ha. Qani unday bo'lsa, Muslimaxon, sizga omad. Ketdik bizda 4-bosqich. To'rt. Javobimiz necha? To'rt. Javobimiz 4. 4 degan javobimizni qabul qildim va tekshirib ko'raman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz 4-bosqichda. Va sizda 20 ming so'm pul mukofoti bor. Bizda 5-bosqichga o'tamiz. Tayyormisiz? Ha. Marhamat. Kuymas 25 ming so'mga bir qadam. Ketdik. Javobingiz Sakkiz. 8 degan javob. Qani tekshirib ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. 5-bosqichda ham to'g'ri javob va sizda Muslimaxon kuymas 25 ming so'm bor. Tabriklaymiz. Kayfiyatlar yanada zo'r bo'ldimi, Muslimaxon? Ha. Xo'p, kim dars o'tadi sizga mental arifmetikadan? Aziza. Aziza ustoz, ajoyib. Mental arifmetikaga Muslimaxon qiziqish qanaqa bo'lgan? Kim sizni aynan bu yo'nalishga qiziqtirdi? Qanaqa qiziq bo'ldingiz? Qanaqa borib qoldingiz? Onam sababli. O'zingizlar sababli. Yaxshi. Muslimaxon, mental arifmetika bo'yicha musobaqalarda qatnashganmisiz? Hı. Nechinchi o'rin bo'lgan? Bir. Birinchi o'rin. Yaxshi. Ko'z yosh ham to'kkanmisiz? Ha. Nimaga? Adolatsizlik bo'lmadimi? Yoki xursandchilikdanmi? Xursandchilikdan. Xursandchilikdan, ajoyib. Doim xursand yuring. Biz sizni tabriklaymiz va ijozat bersangiz 6-bosqichga o'tamiz. Maylimi? Ha. Ajoyib. 6-bosqich kombo formulalar. Bir xonali 8 ustunda beraman. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Muslimaxon, tayyormisiz? Yaxshi, qani ketdik. Javobingiz? Sakkiz. 8, to'g'rimi? Tekshiramiz. Afsus, Muslimaxon, afsus. Bizni 6-bosqichdagi misolimiz javobi to'g'ri ekan. Hechqisi yo'q, kayfiyat tushirmaymiz. Muslimaxon, marhamat, siz ham bugungi ishtirok yakunida
kimga salomlaringiz va rahmatlaringiz bor yo'llashingiz mumkin. Qani kimga? Aziz ustozimga. Aziz ustozga. Yaxshi. Demak, bugungi ishtirok uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Siz ham karta raqam va musobaqalarda tushgan rasmlaringizdan bizga jo'natib qo'yasiz, xo'pmi? Ha. Ajoyib. Hurmatli kuzatuvchilar, bizda ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizni bu galgi ko'rsatuvimizning 3-ishtirokchisi borlar. Kelinglar biza aynan ushbu ishtirokchimiz bilan tanishib olamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz, ism familiyangiz. G'oliba Sabrina. Sabrina, to'g'rimi? Ha. Sabrina necha yoshda? Necha yoshdasiz? 10 yoshda, to'g'rimi? Sabrina, qancha vaqtdan beri mental arifmetika bilan shug'ullanib kelasiz? 5 oydan beri. 5 oy. Bugungi ko'rsatuvimizga tayyormisiz? Ha. Yaxshi. Tanlovimizda shartlarini eslatib o'taman. Tanlovimizda jami 15 ta bosqich bor, Sabrina. Sizga har bir bosqichda bittadan misol beramiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizda pul mukofotlari yig'ib boriladi. Faqat 5 va 10 bosqichlarda to'g'ri javob bersangiz, kuymas pul summasiga ega bo'lasiz. Agar 15-bosqichda to'g'ri javob bersangiz, siz tanlovimizning mutlaq g'olibiga aylanasiz. Tushunarlimi? Boshlasak bo'ladimi? Ha. Ajoyib. Unday bo'lsa boshlaymiz. Sabrinaxon, bizda birinchi bosqich oddiy hisob, bir xonali misollar, 5 ustunli misollar va 1 sekund intervalda beriladi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Qani, sizga omad, boshladik. Yetti. Javobingiz 7. 7 degan javobingizni qabul qilaman va tekshirib ko'raman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Sabrinaxon, sizda hozircha 5000 so'm pul mukofoti bor. Tabriklaymiz. Sabrinaxon, ikkinchi bosqichga o'tamiz, maylimi? Bir xonali 7 ustunli misollar. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Javobingiz 2. 2 degan javob. Qabul qilaman, tekshirib ko'raman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Sabrinaxon, tabriklaymiz va sizda 10,000 so'm pul mukofoti bor hozircha. 10 ustunli misollarga o'tamiz 1 sekundda. Qani tayyor bo'lsangiz, 3-bosqich. Boshladik. Javobingiz 0. 0, to'g'rimi? Ha. Qani tekshirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Muslimaxon, Sabrinaxon nima bo'ldi? Sabrinaxon nima bo'ldi? Hayajon bo'ldimi? Yo'q. Nimaga unda xato qilib qo'ydik? Mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, Sabrinaxon, marhamat. Tanlov yakunida siz ham salomlaringiz va rahmatingizni yetkazib qo'yishingiz mumkin. Kimlarga salomingiz, rahmatingiz bor? Marhamat. Ustozimga va ota-onamga. Ustozingizga, otangizga salom berasiz. Xo'p, yaxshi. Sabrinaxon, kayfiyat tushirmaymiz. Xudo xolasa, tanlovimizda keyingi mavsumlarda yana qatnashasiz degan umiddamiz. Yaxshi tayyorgarlik ko'rib oling va men sizga omad tilayman. Xo'p, rahmat ishlar uchun kattakon. Hurmatli kuzatuvchilar, biz tanlovimizni davom ettiramiz va bizni bu galgi ko'rsatuvimizning 4-ishtirokchisi tanishib olamiz. Kelinglar, ishtirokchimiz bor ekan. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Halima Dilnura. Halima Dilnuraxon. Dilnuraxon, necha yoshdasiz? 10. Qayerdansiz? Qaysi maktabda o'qiysiz? 25-maktab. Qayerda u 25-maktab? Buxoro viloyati Vobkent tumanida. Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi 25-maktab, to'g'rimi? Nechinchi sinfda o'qiyapsiz shunda? 3-A sinf. 3-A sinfda. Ya'ni ajoyib. Mental arifmetika bilan qancha vaqtdan beri tayyorlanib kelyapsiz? Shug'ullanib kelyapsiz? 6 oy. 6 oy. Ajoyib. Bugungi tanlovga demak tayyorsiz, to'g'rimi? Ha. Kayfiyatlar zo'rmi? Ha. Yaxshi. Unday bo'lsa sizga omad tilaymiz. Tanlov shartlarini eslatib o'taman. Bizni tanlovimizda jami 15 ta bosqich bor. Sizga har bir bosqichda bittadan misol berib boraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, pul mukofotlariga ega bo'lib borasiz. Faqat 5 va 10-bosqichlarda to'g'ri javob bersangizgina kuymas pul mukofotiga ega bo'lasiz. Xudo xolasa 15-bosqichda to'g'ri javob bersangiz, siz ko'rsatuvimizni, tanlovimizni mutlaq g'olibiga aylanasiz. Tushunarli, ha? Dilnuraxon, tayyormisiz?
Ha. Biza boshlasak bo'ladi siz bilan. Bizda birinchi bosqich oddiy hisob, bir xonali 500 turli misollar 1 sekund intervalda. Sizga omad tilaymiz. Qani, boshladik. Bismillah. 9. Javobingiz 9. To'g'rimi? Ha. Qabul qildim va tekshirib ko'raman. To'g'ri javob berdingiz. Biz sizni tabriklaymiz. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Birinchi bosqichdagi to'g'ri javobingiz uchun sizda Dilnuraxon 5000 so'm pul mukofoti bor. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. To'rt. 4 degan javob to'g'rimi? Hı. Qani qabul qildim, tekshiraman. To'ppa-to'g'ri, sizda 10 ming so'm pul mukofoti bor. Biz 3-bosqichga o'tamiz agar tayyor bo'lsangiz. Davom etamizmi? Bir xonali 10 ustunli misollar. Qani boshladik. Javobingiz? 7. Dilnoraxon Yetti. javoblari 7. Qabul qildim va tekshirib ko'raman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. 3-bosqichda ham to'g'ri javobingiz uchun tabriklaymiz va sizda Dilnoraxon 15 ming so'm pul mukofoti bor. Endi mavzumizni murakkablashtirishni boshlaymiz. Kichkina do'st mavzusi. Bir xonali 500 turli misollar. Agar tayyor bo'lsangiz biza boshlaymiz. Maylimi? Ha. Ketdik. Bir. Javobingiz 1. Qabul qildim va tekshirib ko'raman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Dilnoraxon sizda 20 ming so'm pul mukofoti bor. Kuymas pul summasiga ega bo'lish uchun sizda atigi bir qadam qoldi. Va bizda 5-bosqich. Agar tayyor bo'lsangiz. Ketdik. Omad sizga. Olti. Javobingiz 6. Qabul qildim, tekshirib ko'raman. To'g'ri javob berdingiz va Dilnoraxon sizda kuymas 25 ming so'm pul mukofoti bor hozircha. Tabriklaymiz. Xo'p, Dilnoraxon, mental arifmetika bilan 6 oy bo'ldi shug'ullanishni boshlaganingizga. Xo'p, sizni mental arifmetika sohasiga kirib kelishingizga kim sababchi bo'ldi? Kim turtki bo'ldi? Muntaza va Marjona. Ustoz, to'g'rimi? Ustozingiz. Ajoyib. Mental arifmetika darslari haftada necha kun o'tiladi sizlarda? 3 kun. 3 kun. Necha soatdan? 1 soat, 1 soat, 2 soat. 2 soatgacha. Ajoyib. Charchab qolmaysizmi ish qilib, Dilnoraxon? Yo'q. Kayfiyatingiz aksincha ko'tariladi, menimcha. Hı. Xo'p, keling bitta mana bunaqa siz bilan bitta suhbat qilsam, ya'ni savol bersam, faqat bu fan tanlash emas, shunchaki siz o'zingizning yuragingizdagi bor gap aytsangiz bizga kifoya, xo'p? Maylimi? Men bir nechta fanlarni aytaman, menga o'rinlarga qo'yib berasiz. Birinchi o'rinda siz qaysi fanni, ikkinchi o'rinda qaysi fanni, uchinchi o'rinda qaysi fanni, ya'ni siz uchun faqat, tushunarli? Yo'qadi. Ha. Masalan, men sizga 3 ta fan aytaman, siz demak o'rinni aytasiz faqat, xo'pmi? Masalan, matematika siz uchun nechinchi o'rinda? Birinchi o'rin. Birinchi o'rin, yaxshi. O'qish, Ikkinchi. mental arifmetikachi? Uchinchi o'rindami? Oliy. Oliy. Ajoyib. Xo'p, Dilnoraxon, biz sizni tabriklaymiz va siz bilan 6-bosqichga o'tamiz, xo'pmi? Hı. Ajoyib. 6-bosqichda mavzumiz ozgina murakkablashadi, lekin bemalol siz eplaysiz degan umiddaman. Kombo formulalar, bir xonali 800 turli misollar. 1 sekund intervalda. Xo'p, tayyor bo'lsangiz biza boshladik. Qani ketdik. Javobingiz 5. 5. Lekin 4 chiqardi. Lekin 4 bo'ldi. Hech qisi yo'q. Dilnoraxon, ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va sizda kuymas 25 ming so'm pul mukofoti bor. Bizga karta raqam va rasmlaringizdan tashlab qo'yasiz. Bundan tashqari tanlov yakunida marhamat kimga salomlaringiz, kimga rahmatlaringiz bor yetkazishingiz mumkin.
ustozimga, ota-onamga. Mhm. Va do'stlaringizga, to'g'rimi? Ajoyib. Dilnoraxon, bugungi ishtirok uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xohlasa tanlovimizda keyingi mavsumlarda yana qatnashasiz, to'g'rimi? Ungacha men ta'rif etganlar yanada yaxshi tayyorgarlik ko'rib, e, manimcha xudo xohlasa 15-bosqichga ham yetib borasiz. Xo'pmi? Ajoyib. Rahmat ishtirokingiz uchun. Keyingi mavsumda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning tanlovimizda navbatdagi ishtirokchisi borlar. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Mahmudov Muhammad. Necha yoshdasiz? 9 yoshda. 9 yoshda. Muhammadjon, men ta'rif etgan bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanyapsiz? 6 oyda. 6 oydan beri. Musobaqalarga ham chiqib turibsizmi? Ha, Ajoyib. Muhammadjon, bugungi tanlovga tayyormisiz? ha, tayyorman. Sizda jami 15 ta bosqich bor. Har bir bosqichda bittadan misol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, siz muayyan pul mukofotlarini qo'lga kiritib borasiz. Faqat 5 va 10 bosqichlarda to'g'ri javob bersangiz, quymas pul mukofotiga ega bo'lasiz. Agar 15-bosqichda to'g'ri javob bersangiz, siz tanlovni mutlaq g'olibiga aylanasiz. Tushunarli-a? Tushunarli. Boshlasak bo'ladimi? Ha, Kayfiyatlar qanaqa? yaxshi. Yaxshi, nimaga zo'r emas? Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, unday bo'lsa biz boshlaymiz. Bir xonali 500 turli 1 sekund intervaldagi misollar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik. Bismillah, birinchi bosqich. Olti. 6 degan javob qabul qildim. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz Muhammadjon. Sizda 5000 so'm pul mukofoti bor. Ikkinchi bosqich, tayyormisiz? Ketdik. Tayyorman. 700 turli misollar. Yetti. 7 degan javob qabul qildim va tekshiraman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Muhammadjon, ikkinchi bosqichda ham to'g'ri javobingiz uchun tabriklaymiz va sizda 10,000 so'm pul mukofoti bor hozircha. Uchinchi bosqichga o'tamiz Muhammadjon. Bir xonali 10 turli misollar. Agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Qani ketdik. To'qqiz. 9 degan javob qabul qildim va tekshiraman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. Muhammadjon, 3-bosqichdagi to'g'ri javobingiz uchun sizda 15,000 so'm pul mukofoti bor. Kayfiyatingiz endi zo'r bo'lyaptimi yoki hali ham yaxshimi, Muhammadjon? Undan ham yaxshi. Undan ham yaxshi. Xo'p, Muhammadjon, bizda 4-bosqich kichik do'stlar mavzusi, bir xona 500 turli misollar. Tayyormisiz? Tayyorman. Qani ketdik unda biz. Olti. 6 degan javob qabul qildim va tekshiraman. To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. To'g'ri javobingiz uchun sizda 20,000 so'm pul mukofoti bor va Muhammadjon, quymas summaga ega bo'lish uchun sizda atigi bir qadam bor. Agar ruxsat bersangiz, biz 5-bosqichga o'tamiz. Maylimi? Mayli. Qani ketdik. To'rt. 4 degan javob to'g'rimi? To'g'ri. Qabul qilaman va tekshiraman. Muhammadjon, 5-bosqichda ham to'g'ri javob berdingiz va sizda quymas 25,000 so'm bor hozircha. Tabriklaymiz Muhammadjon. Endi kayfiyat qanaqa bo'ldi, Muhammadjon? Xo'p, demak, Yaxshi. yo'q, eshiting. Qoniqarli, yaxshi yoki a'lo? Qaysi biri? A'lo. A'lo. Mana shunaqa deng-da, a'lo. Zo'r. Xo'p, Muhammadjon, men ta'rif etgan bilan 6 oydan beri shug'ullanasiz. Sinfingizda kimlar men ta'rif etgan bilan shug'ullanadi? Sizdan tashqari yana bormi o'quvchilar? Bor. Kimlar? Axtam va Zuhra. Mhm. Axtam va Fotima. Mhm. Va boshqalar, to'g'rimi? Bolam Shukurjon. Ajoyib. Muhammadjon, men ta'rif etgan bilan shug'ullanayotgan mana siz va boshqa o'rtoqlaringiz mana
ancha vaqtdan beri shug'ullanib kelyapsizlar. Buni boshqa fanlarda o'zlashtirishda, boshqa fanlarga ta'sirini ham sezdinglarmi? Qanaqa ekan? O'z mental tarbiyaga foydali ekanmi? His qildingizmi? Ha, foydali. Yoki foydasiz ekanmi? Foydali. Qanaqa foydasini masalan ko'rdingiz? Aytingchi. Nima bo'ldi? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Matematikadan birinchi o'rin oldim. Mhm. Mental Xotira tarbiyaga mashqidan birinchi o'rin xotira oldim. mashqlari. Demak, ta'sir qilar ekan, ha? Bizga ijobiy ta'sir Ha. qilar ekan. Yaxshi, unda xursandman. Musobaqaga ham chiqib turasizmi? Chiqaman. Mental tarbiyaga qanaqa, nechinchi o'rinlar bo'lgan? Qanaqa sovg'alar oldingiz? 3-chi o'rin va 2-chi o'rin. Birinchi o'rinni olmadingizmi hali? Yo'q, hali. Endimi? Ha. Yaxshi, mayli. Sizni ko'p savol berib urintirib qo'ymaylik, chunki bizning oldimizda 6-bosqich bor, to'g'rimi? Mm. Yaxshi. Unday bo'lsa, Muhammadjon, men sizni tabriklayman. Sizda hozircha kuymas 25 ming so'm pul mukofoti bor va biz siz bilan 6-bosqichga yetib keldik. Agar tayyor bo'lsangiz, biz 6-bosqichni boshlaymiz. Boshlandik. Qani unday bo'lsa, boshladik. Nol. Javobimiz Nol. 0. To'g'rimi? Mana shunaqami? Ha. Qabul qilaman, tekshirib ko'raman. Muhammadjon, afsuski bizning javobimiz 4 ekan. Hech qisi yo'q, kayfiyat tushirmaymiz. Har holda bizda kuymas 25 ming so'm pul mukofoti bor va siz 6-bosqichgacha yetib keldingiz. Tabriklaymiz. Muhammadjon, marhamat, tanlov yakunida siz ham kimga salomlaringiz bor, kimga rahmatingiz bor yetkazishingiz mumkin? Ustozimga va ota-onamga. Ustozingizga va ota-onangizga, to'g'rimi? Ha. Yaxshi. Boshqa bolajonlar bilan ham, boshqa bolajonlarga, boshqa do'stlaringizga ham mental genetika bilan shug'ullanishni tavsiya qilasizmi? Ha. Ajoyib. Xo'p, Muhammadjon, unday bo'lsa, bizga karta raqam tashlab qo'yasiz va musobaqalarda yoki dars joylarida tushgan chiroyli rasmlaringizdan tashlab qo'yasiz, xo'pmi? Xo'p. Ajoyib. O'zingiz ham chiroylisiz. Men sizni tabriklayman. Keyingi mavsumlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling. Görüşmek üzere.